Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun 3-darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimizda yaqinlashish va uning turlarini o'rganamiz. Uning uchun biz hozircha ixtiyoriy Y to'plamini qaraymiz. Y to'plamida fn funksiyalar ketma-ketligi belgilangan bo'lsin. Fn funksiyalar ketma-ketligi. Mana hozir tizimda tasavvur ko'ramiz. Bir nechta funksiyalar ketma-ketligi belgilangan bo'lishi mumkin. Masalan, mana bu bizdan f1 funksiyamiz, mana bu f2 funksiyamiz bo'lsin, mana bu f3 funksiyamiz va hokazo. Mana bu fn funksiyamiz bo'lsin. Y to'plam sifatida endi biz mana bu to'plamni qarashimiz mumkin bo'ladi. Bunga misollar ko'p keltirishimiz mumkin. Endi bugungi maqsadimiz mana shu fn funksiyalar ketma-ketligi nima funksiya yaqinlashadi, qanday yaqinlashadi, yaqinlashish qanday turlari bor, shular haqida ma'lumot beramiz. Birinchi eng sodda yaqinlashish turi bu nuqtaviy yaqinlashish yoki sodda yaqinlashish desak ham bo'ladi. Yaqinlashish yoki buni nuqtaviy yaqinlashish ham deyiladi. Nuqtaviy yaqinlashish nima deganda bunga kelda ta'rif beramiz. Agar ixtiyoriy x nuqta olganimizda ham, mana ixtiyoriy x nuqta tanlaymiz. Ixtiyoriy x nuqta olganimizda ham Y to'plamida u holda mana bu sonli ketma-ketlik hosil bo'ladi bizga. Mana bu fnx bu sonli ketma-ketlik. Mana shu limiti mavjud bo'lsa, har bitta x uchun mana bu limit mavjud bo'lsa va chekli bo'lsa, u holda mana bu fn funksiyalar ketma-ketlik biz buni ma'lum qilib yozamiz. Mana fn funksiyalar ketma-ketlik yaqinlashuvchi deyiladi. Mana bu fx sifatida mana bu limitini belgilash kiritib olsak, limit mana n kirgandan cheklikka fnx. U holda mana bu fn funksiyalar ketma-ketlik f funksiyaga yaqinlashuvchi deyiladi. Buni biz ham yozamiz. Fn funksiyalar ketma-ketligi f funksiyaga Y to'plamda yaqinlashuvchi deyiladi. Bunga misollar ko'p keltirishimiz mumkin. Masalan, quyidagi misolni ko'ramiz. Mana fnx bu teng bo'lsin 1 qo'shilgan x bo'lgan n ning n'si. Bu yerda x musbat sonlar to'plamida olingan bo'lsin. Bu funksiyalar ketma-ketlik nima yaqinlashadi? Mana o'shin buni limitini topib ko'ramiz. Mana limit n intilgandan cheklikka 1 qo'shilgan x taqsim n ning n'si. Mana endi n cheksiga intilganda x taqsim n bu juda kichik miqdor hisoblanadi. Kichik miqdor bo'lganda mana 1 plus alfa kichik miqdor bo'lganda buni y darajasi alfa bilan almashtirish mumkin. Bu yerda faqat shart bor, alfa bu 0 ga intilib ketadigan cheksiz kichik miqdor bo'lishi kerak. Natijada nima hosil qilamiz? Natijada quyidagicha ifoda hosil qilamiz. Limit n intilgandan cheklikka y darajasi x taqsim n ning n'si. Demak, bu funksiyalar ketma-ketligimiz y darajasi x degan funksiyaga yaqinlashar ekan. Buni biz quyidagicha yozamiz. Mana 1 qo'shilgan x bo'lgan n ning n'si mana y darajasi x degan funksiyaga musbat sonlar to'plamida yaqinlashadi. Bu yaqinlashishning birinchi turi edi. Yaqinlashishning keyingi turi bu teks yaqinlashish. Ikkinchi yaqinlashish turiga o'tamiz. Teks yaqinlashish. Funksiyalar ketma-ketligi biror funksiya yaqinlashishi mumkin. Lekin bu yaqinlashish bir teksda bo'lmasligi mumkin. Keyin buni tizimda tushuntirishga harakat qilaman. Keyin tekst yaqinlashishga matematik ta'rif beramiz. Quyidagicha funksiyalar ketma-ketligini ko'ramiz. Mana bunday funksiyalar, mana bu faraz qilaylik f bu limit funksiyasi bo'lsin. Mana fn funksiyalar ketma-ketligi f ga yaqinlashsin, faqat mana bunday bo'lib yaqinlashsin.
Mana bu bizning f1 degan funksiyamiz bo'lsa, mana bu f1 degan funksiya. f2 degan funksiyani qaraymiz. Mana bu bizning f2 degan funksiyamiz bo'lsin. Bundan keyin f3 degan funksiya keladi. Va hokazo biza fn funksiyalar ketma-ketligiga ega bo'lamiz. Mana bu f2, mana bu f3, mana bu f3 va hokazo. Mana bu esa mana bu fn bo'lsin. Mana ko'rishingiz mumkinki fn funksiyalar ketma-ketlik f ga yaqinlashadi. Lekin yaqinlashgan joyda mana bunaqa joy bizga nima qiladi? Ortib qoladi. Ya'ni hamma joyda bir xil yaqinlashmaydi. Ba'zi joyda yaxshi yaqinlashadi, ba'zi joyda yaxshi yaqinlashmaydi. Buni hozir aniq misolda ko'rsatishga harakat qilaman. Masalan, quyidagi funksiyalar ketma-ketligiga qaraymiz. fn x bu teng bo'lsa x ning n'si. Bu har bir funksiyani keyin mana bu 0 1 oraliqda aniqlaymiz. Bir kirmaydi. Buning grafini ko'ramiz. Mana bu f1 funksiyaning grafiki. Mana bu f2 funksiyaning grafiki. X kvadrat funksiya bo'ladi. Mana bu x kub degan funksiyaning grafiki. Mana bu x masalan 5-funksiyaning grafiki. Va hokazo mana bu esa mana bu e'tibor beramiz. Mana bu fn degan funksiyaning grafiki. Mana bir nuqta kirmaydi. E'tibor bersak, bu funksiyalar ketma-ketlik mana 0 degan funksiya yaqinlashadi. Lekin tekis emas, bir nuqta atrofida bizga nima bor? Sakrash bor. Buni grafdan ko'rdikki, bu demak yaqinlash, bir tekis yaqinlashmas ekan. Tekis yaqinlash qanday bo'ladi? Buni ham chizmada tushunishga harakat qilaman. Tekis yaqinlashganda mana bizning limit funksiyamiz mana bu bo'lsa, hamma joyda bir xilda yaqinlashish kerak bo'ladi. Bir xil masalan, mana f funksiya, mana fn funksiya bo'lsa, mana bu fn funksiya, mana bu f funksiya hamma joyda mana eng uzoq joy ham bizga yetarlicha yaqin bo'lishi kerak. Uzoq joy nima? Hozir shuni tushuntiraman. Bu uchun biza mana funksiyalar ketma-ketligida funksiyalar sinfi uchun metrika kiritib olishimiz kerak bo'ladi. Norma kiritib olishimiz kerak bo'ladi. Mana o'sha biz quyidagicha norma aniqlaymiz. F funksiyani y'dagi norma sifatida mana odatda buni chex norma ham deyishadi mana. Buni f funksiyani supremum sifatida aniqlaymiz. F funksiyani mana fx qiymatlarini supremumi, modulni supremum sifatida aniqlaymiz. Mana buni norma aniqlaymiz. Bu holda mana bu ifodani qarasak, d f j. F j ayirmani qarasak, bu bizga metrika bo'ladi. Bu geometrik jihatdan nima ifodalaydi? Bu geometrik jihatdan ikkita funksiyalarni eng uzoq ikkita nuqtasi olsak munosabatni bildiradi. X o'zgarmas bo'lgan holatda mana ikkita funksiyaning eng uzoqlashgan joyini ifodalaydigan kattalik. Mana bu metrika bo'ladi. Ya'ni bu f j ayirmaning supremum sifatida qarashimiz mumkin. Ikkita funksiya ayirma supremumni. Mana bu bizga metrika bo'ladi. Tekis yaqinlash endi ta'rif beramiz. Tekis yaqinlash. Qachon tekis yaqinlash deyiladi? Mana chizmada ko'rib ta'rif beramiz kerak. Agar fn funksiyalar ketma-ketligi f funksiyaga yaqinlashsa, demak yaqinlashni talab qilamiz. Va mana bu fn minus f bu norma aniqlangan. Mana shu normal limiti eng cheklantirgandagi limiti 0 bo'lsa degani demak hamma joyda bir xilda tekis yaqinlashsin degani. U holda fn funksiyalar ketma-ketligi f funksiyaga tekis yaqinlashuv deyiladi. Tekis yaqinlashishni biz mana ikkita siqcha bilan belgilaymiz. Demak buni biz nima deb aytamiz? Tekis yaqinlashuvchi deb aytamiz. Tekis yaqinlashuv deb aytamiz. Endi mana bu misolga qaytaradigan bo'lsak, bu yerda limit funksiyamiz fn la limit funksiyasi yana x hamma joyda birdan kichik bo'lgani uchun
fn ning limiti, ya'ni x ning limiti 0 degan funksiya chiqadi. Ya'ni bu degani f funksiyamiz 0. Nima uchun bu tekisga yaqinlashmaydi? Chunki mana bu ifodani normasini qarasak, fn minus f normasini qarasak, ya'ni bu suprimum xn minus 0 suprimum qilishimiz kerak bo'ladi. 0 1 oraliqdagi. Ya'ni bu yoqda nima qoladi? xn ni suprimum qoladi. xn ni suprimum esa bu 1 ga teng. 1. Demak, mana bu normal qiymati n ga bog'liq emas. Demak, buni limitining qiymati ham n x integrandaga limitni hisoblaydigan bo'lsak, mana bu ifodani fn minus f. Buni limit qiymati bizga 1 bo'ladi, ya'ni nollar farqli bo'lar ekan. Demak, mana bu fn funksiyalar ketma-ketligi bundan xulosa qilish mumkinki, fn funksiyalar ketma-ketligi f funksiyaga teks yaqinlashishi emas. Teks yaqinlashishi emas, biz mana bu ikkita sirka va belgilaymiz. Mana bu norma 0 bo'lsa, demak hamma joyda bir xilda yaqinlashsa teks yaqinlashadi, lekin mana bu holatda mana bu sakrash bor, mana chunki suprimum mana bu joyda 1 ga teng bo'ldi, demak hamma joyda bir xilda yaqinlashmadi. Demak bu teks yaqinlash emas ekan. Agar mana shu masalada 0-1 interval emas, keyinlar boshqa interval ko'raylik mana. Masalan 0-1 emas, 0.0 dan 0.99 gacha interval qaraganimizda edi mana 1 ga yaqin, to'g'rimi? Bu yoqda teks saqlash bo'ladi. Nima uchun? Chunki bu yoqda agar mana bu xn minus 0 suprimum qaraydigan bo'lsak, normasini qaraydigan bo'lsak, ya'ni bu yoqda xn ni suprimum qoladi. Mana bu intervaldagi bu 0.99 ning n'si chiqadi. Endi bu birdan kichik son bo'lgani uchun bu 0 ga yaqinlashadi. Ya'ni nima bo'ldi? Bu holatda bizda mana fn minus f mana bu 0 ga yaqinlashish bo'ldi. Ya'ni bu holatda mana bu fn funksiyasi ketma-ketligi 0 degan funksiyaga mana bu belgilangan intervalda, ya'ni 0 dan 0.99 gacha bo'lgan intervalda teks yaqinlashish bo'lar ekan. Demak, 0 nuqtani kichkinagina mana bu atrofini chiqarib tashlasak, mana bu kichkina mana bu atrofini chiqarib tashlasak, mana qolgan yerda teks yaqinlashish bo'lar ekan. Demak, bu nuqtaning atrofida bu o'zini yomon his qilar ekan. Bu bir nuqta atrofida. Bir nuqtaning kichkina atrofini chiqarib tashlasak, qolgan joyda bu teks yaqinlashish bo'ladi. Endi yaqinlashishning keyingi turiga o'tamiz. Uchinchi yaqinlash turi bu deyarli yaqinlashish. Deyarli yaqinlashishni tushuntirishdan avval sizlar bilan bitta misolni ko'ramiz. Kelinglar, mana bunday funksiyalar ketma-ketligini ko'ramiz. fn x bu teng bo'lsin x qo'shilgan x ning n'si qo'shilgan 1 minus x ning n'si. Mana bu funksiyalar ketma-ketligini ko'ramiz. Buni 0-1 oraliqda ko'ramiz mana. Mana shu funksiyani ko'ramiz va fx funksiya sifatida mana fx funksiya sifatida limit funksiyasi deb aytmadik, shunchaki fx funksiyani qaraymiz. X funksiyani olaylik. Mana. fx yaqinlasharmi? Hozir birinchi shuni tekshirib ko'ramiz mana. Uchun buni limitni qarashimiz kerak. Limit n integraldan x ga fn x limitni qarashimiz kerak. Qani bir narsaga e'tibor berishingizni so'rayman. Agar x qiymati 0 dan katta, 1 dan kichik bo'lsa, u holda x n'si ham 0 ga kirib ketadi va 1 minus x n'si ham mana bu 0 ga kiradi. Chunki bu ham 0 dan 1 gacha bo'lgan oraliqda bo'ladi. Mana shunga e'tibor berishimiz kerak. Agar x yoki 0 bo'lib qolsa yoki 1 bo'lib qolsa, mana yoki 0 bo'lishi mumkin yoki 1 bo'lishi mumkin. U holda mana x n'si qo'shilgan 1 minus x n'si mana bu ifodamiz. Bu ifodamiz nima qiymat qabul qiladi? Bu ifodamiz yoki 1 bo'lishi mumkin yoki 0 bo'lishi mumkin. Mana 1 qiymatdan bo'lishi mumkin, 0 qiymatdan bo'lishi mumkin. Agar x teng 0 bo'lsa, mana bu 1 qiymat qabul qiladi. Chunki mana bu 1 qiymat chiqadi. Agar x teng 1 bo'lsa, mana bu 0 qiladi. Demak, ikkala holatda ham mana bu ifodaning qiymati bizga 1 ga teng bo'lar ekan. Ya'ni bu holatda biz quyidagicha limitga ega bo'lamiz. Mana
Demak, mana bu ba'zi holatda 0 dan katta 1 dan kichik bo'lganda bu 0 ga intilar ekan, bu ham 0 ga intilar ekan. Ya'ni bu holatda x qoladi. Agar 0 dan kichik boshdan boshlaymiz, yaxshisi. Birinchi mana bu holatdan boshlaylik. X teng 0 bo'lsin. X teng 0 bo'lsa, mana buning qiymati 0, buning ham qiymati 0, mana bu 1. 1 deganda bu limiti 1 chiqar ekan. Agar x bu 0 ga teng bo'lsa. Agar x 0 dan katta 1 dan kichik bo'lsa, mana bu ham 0 ga intiladi, 0 ga intiladi. Bu holatda x o'zi qoladi. Agar x 1 ga teng bo'ladigan bo'lsa, mana bu 1, bu ham 1, bu esa 0. Bu holatda ikki qiymati qolib qolar ekan. Endi qaraymiz. Bizlar fx funksiyamiz x ga teng edi. 0 da qiymati 0, 1 da qiymati 1. Hamma joyda deyarli hamma joyda x ga teng bo'ladi, faqat 0 da va 1 da f funksiyalar ketma-ketligi mana fx funksiya yaqinlashmaydi. Hozir hamma joyda x ga teng bo'lar ekan. Demak, xulosamiz quyidagicha yozishimiz mumkin. Limit integralni cheklikka fn x mana bu fx ga teng qaysi oralda? Fx ga teng agar x tegishli 0 dan 1 gacha bo'lganda, 0 va 1 dan yaqinlashmaydi. Yaqinlashmaydi nuqtalar to'plamini qiladigan bo'lsa, mana bu demak shunaqa x lar ko'ramizki, fn x bu fx yaqinlashmasin. Bunaqa nuqtalar to'plami faqat 0 va 1 dan iborat ekan. Ikkita nuqtadan iborat mana. 0 dan va 1 dan iborat. Lekin bularni libik o'lchovini oladigan bo'lsak, mana bu bizga 0 chiqadi. E'tibor beringlar, demak faqat ikkita nuqtada yaqinlashmas ekan. Yaqinlashmaydigan nuqtalarning libik o'lchovi bu 0 chiqar ekan. Mana shu bundan foydalanib, endi biza deyarli yaqinlashishga ta'rif berishimiz mumkin bo'ladi. Ta'rif. Agar endi ikkita funksiyalar ketma-ketligiga qaraymiz, mana fn funksiyalar ketma-ketligiga qaradik. Y dublimda aniqlangan va f funksiyani aniqladik. Endi bu yerda talab qilamiz y o'lchovli to'plam bo'lishini talab qilamiz. Agar mana bu tenglik bajarilsa, ya'ni shunday x tegishli yerdan qaraymizki, fn x mana bu fx yaqinlashmasin. Shunaqa nuqtalarga qaraymiz. Shunaqa nuqtalarning agar libik o'lchovi 0 bo'lsa, u holda fn funksiyalar ketma-ketligi, mana bu funksiyalar ketma-ketlik f funksiyaga deyarli yaqinlashuvchi deb aytamiz. Deyarli yaqinlashuvchi deymiz. Deyarli yaqinlashuvchi ketma-ketlikda biz quyidagicha yozamiz. Fn x mana f funksiyaga y to'plamida deyarli hamma yerda yaqinlashish deyiladi. Bu inglizcha almost everywhere degan so'zning qisqartmasidan olingan. Bitta narsani ta'kidlab qo'ymoqchiman. Oddiy yaqinlashishdan, mana bu fn f ga yaqinlashishdan y to'plamida buni deyarli yaqinlashib kelib chiqadi. Nima uchun? Chunki bu holatda mana bu bo'sh to'plamdan iborat bo'lib qoladi. Keyin yana nima bilishimiz kerak? Demak, biz quyidagicha narsaga ega bo'ldik. Mana tekst yaqinlashishdan bu oddiy yaqinlash kelib chiqadi. Mana oddiy yaqinlashishdan esa deyarli yaqinlash kelib chiqishini hozir biz ko'rib o'tdik. Mana demak, deyarli yaqinlashuv funksiyalar sinfi bu nisbatan kengroq ekan. Mana bu kengroq deyarli yaqinlashuv funksiyalar ketma-ketlik sinfi. Buning ichida yaqinlashuvchi funksiyalar ketma-ketlik sinfi yotadi. Buning ichida esa tekst yaqinlashuvchi funksiyalar ketma-ketlik sinfi yotar ekan. Deyarli yaqinlash bu nisbatan kengroq sinf bo'lar ekan. Hozir oddiy yaqinlashish, deyarli yaqinlashish va tekst yaqinlashish o'rtasidagi bog'lanishni ko'rdik. Yana bitta muhim bog'lanish bor, uni Yegorov teoremasi deb aytamiz. Yegorov teoremasini tushuntirishdan avval sizlarga bitta mana misolda davom etmoqchiman. Keyin bu misolda juda kichkina interval qaraymiz. Mana bu 0,1 interval bor bizda berilgan. Buning uchun juda kichkina interval olib tashlaymiz mana. Mana bu joyga demak epsilon bo'lsin.
mana bu joyi 1 epsilon bo'lsin. Kichkina intervalni ichidan ajratib oldik. Epsilon juda kichik qilib tanlashimiz mumkin bo'ladi. Keling shuni epsilon emas, epsilon taqsim 2 qilib tanlaylik mana. Epsilon taqsim 3 qilib tanlayman bo'pti. Mana juda kichkina bo'lsin, epsilon taqsim 3. Mana buni 1 epsilon taqsim 3 qilib tanlayman. Demak, mana bu interval qaradim. Epsilon taqsim 3 dan 1 epsilon taqsim 3 gacha. Hop, mana bu to'plamda qarasak, fn funksiyalar ketma-ketligi mana fn dan f da ayiramiz. Mana shuni normasini qaraymiz. Mana bu intervalda. Fn dan f esi x ga qisqaradi, mana bu normasi qoladi. Demak, supremum x inesi qo'shilgan 1 x ning inesini uzr to'g'rilash qilamiz. Mana bu ifodani epsilon taqsim 3 dan 1 epsilon taqsim 3 gacha supremum qilishimiz kerak bo'ladi. Hop, bu ifodamiz endi bu interval o'rgatiladi. Buni yuqoridan maksimal baholashga harakat qilamiz. Bu ifodamiz maksimal epsilon taqsim 3 dan oshmaydi. Bu ham maksimal epsilon taqsim 3 dan oshib ketmaydi. Demak, buni yuqoridan baholasak, bu ifodamiz mana epsilon taqsim 3 ning enasi qo'shilgan epsilon taqsim 3 ning enasidan oshib ketmaydi ekan. Endi bizga epsilon 1 dan kichik son bo'lgani uchun mana bu bilgan ifodamiz 0 ga yaqinlashadi. 0 ga yaqinlashar ekan. Shu joyda tuzatish qilamiz. Mana bu joyda 1 epsilon taqsim 3 tenasi bo'lar ekan. Mana bu ifodamiz esa bu 0 ga intilib ketadi. Demak, mana bu intervalda f minus f normasini 0 ga intilar ekan. Ya'ni mana bu joyda f funksiyalar ketma-ketligi f ga tik saqlashar ekan. Epsilon taqsim 3 dan 1 minus epsilon taqsim 3 gacha. Xo'p, demak qaranglar, biz bu yerdan 0 oraliqdan kichkinagina to'plam chiqarib tashladik. Chiqarib tashlagan to'plamimiz qaysi to'plam edi? Biz mana bu to'plamni chiqarib tashladik. 0 dan epsilon taqsim 3 gacha birlashma 1 minus epsilon taqsim 3 dan 1 gacha bo'lgan interval chiqarib tashladik. Qolgan yerda bizlarni funksiyalar ketma-ketligini tik saqlash uchun qoldi. Chiqarib tashlagan to'plamni agar libik o'lchovini qaraydigan bo'lsak, mana bu epsilon taqsim 3, bu ham epsilon taqsim 3, 2 epsilon taqsim 3 qoladi. Umuman bu epsilondan kichik. Demak, deyarli yaqinlashuvchi mana bu funksiyalar ketma-ketlikdan shuni kichkina to'plamni chiqarib tashlash mumkin ekanki, qolgan yerda tik saqlashuvchi bo'lar ekan. Keyin mana shu to'plamni biz ham endi y epsilon orqali mana bu to'plamni birlashtirib olamiz. Mana bu bizning y epsilon to'plami bo'lsin. Endi xuddi shu ishda ixtiyoriy funksiyalar ketma-ketligi uchun qilsak bo'ladimi? Ixtiyoriy deyarli yaqinlashuv funksiyalar ketma-ketligi uchun ham o'rinlimi degan savol bo'lishi mumkin. Aynan mana shu savolga Yegorov javob bergan. Endi shu joyda Yegorov teoremasini ko'rib o'tamiz. Yegorov teoremasi nima deydi ana? Y bizda o'lchovli to'plam bo'lsin. O'lchovli va fn funksiyalar ketma-ketligi y to'plamida berilgan bo'lsin. Va bu funksiyalar ketma-ketlik fn funksiyalar ketma-ketligi. F funksiyaga deyarli yaqinlashsin. U holda ixtiyoriy epsilon mustasno olinganda ham, shunday biza y delta o'lchovli to'plamni topishimiz mumkinki, y epsilon o'lchovli to'plamni topishimiz mumkinki, y ni ichidan. Birinchidan nima bo'ladi? Birinchidan y dan y deltani ayirsak, mana buni y dan minus y epsilonni ayirsak, ya'ni mu y minus mu y epsilon bu epsilondan kichik bo'ladi. Ya'ni mana bu ikki to'plam farqi epsilondan juda kichkina joy chiqib ketdi degani. Ikkinchidan fn funksiyalar ketma-ketligi y epsilon to'plamida tik yaqinlashuvchi bo'ladi. Demak, nima isbot qilgan? Yo'q isbot qilganki, deyarli yaqinlashuv funksiyalar ketma-ketligidan shuni kichkina to'plamni chiqarib tashlash mumkin ekanki, mana bizda chiqarib tashlagan to'plamimiz mana bu. Shuni kichkina to'plamni chiqarib tashlash mumkin ekanki, birinchidan mana shu chiqargan to'plamni libik o'lchovi juda kichkina bo'ladi, ya'ni epsilondan kichik bo'ladi. Ikkinchidan qolgan joyda, mana bu qolgan yerda berilgan funksiyalar ketma-ketligimiz tik yaqinlashuvchi bo'lar ekan. Buni ixtiyoriy
deyarli yaqinlashuvchi funksional ketma-ketligi uchun o'rinli ekanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Faqat bu ketma-ketlikda emas, har qanday uchun shunaqa qilishimiz mumkin. Demak, bu orqali biz deyarli yaqinlash bilan tekis yaqinlash orasida ham bog'lanish topdik. Yaqinlashning navbatdagi turi bu o'lchov bo'yicha yaqinlashish. Yana har doimgidek o'lchov bo'yicha yaqinlashishni tushuntirishdan avval bitta misol ko'rsatmoqchiman. Kelinglar funksional ketma-ketligini biz grafik yordamida ko'rib chiqaylik. Aynan funksional ketma-ketlikni o'zini emas, buni grafiklarni ko'rsataman sizlarga. Demak, fn funksional ketma-ketlik bergan bo'lsin, bular hammasini qulaylik uchun 0,1 oralig'ida qaraymiz. Barchasi 0,1 oralig'ida bergan bo'lsin. Qanaqa funksional ketma-ketligi hozir grafikda ko'rsataman mana. Birinchi funksiyamiz mana 0,1 intervalda qaraymiz. O'rtasi mana 1/2 bo'ladi mana. Xo'p, bu birinchi funksiyamiz mana quyidagi bo'lsin. 0 dan 1/2 gacha qiymati 1. Qolgan joyda esa mana 0 qiymatni olsin. Mana bu bizning f1 funksiyamiz. Demak, bu yoqqacha 1 degan qiymat qolib qoladi 0 dan 1/2 gacha. Hatto 1/2 dan qiymati 1. 1/2 dan 1 gacha esa funksiyamiz 0 bo'lsin. Bu birinchi funksiyamiz. Ikkinchi funksiyamiz grafikni tasvirlaymiz mana. Buni shunga o'xshash mana. Xo'p, bu yoqda 0 bo'lsin, mana bu yoqda 0. Bu yoqda esa 1 bo'lsin. Bu bizning f2 funksiyamizning grafiki. f3 funksiyani tasvirlaymiz. Endi buni ikkitaga emas, interval 4 ta qismga bo'lib chiqamiz. 1, 2, 3, 4. Mana. Xo'p, endi qanday qilamiz? Mana bu yoqda funksiyamiz 1 qiymat qabul qilsin, ya'ni 0 dan 1/4 gacha. Mana bu bizning f3 funksiyamiz bo'lsin. f3 funksiyamiz. f4 funksiyani qaraymiz. f4 degan funksiyani mana 1, 2, 3, 4. Endi ikkinchi f4 degan funksiyamiz mana 1/4 dan 2/4 bo'lganda 1/2 gacha. Endi bu yoqda 1 bo'lsa, mana funksiyamiz. Bu yoqda 1 bo'lsin, qolgan joylarda 0 bo'lsin mana. Mana bu bizning f4 funksiyamiz. Tushunarli bo'lganda, demak f5 funksiyamiz bu yoqda 1 bo'ladi, f6 funksiyamiz esa mana hozir chizmalarda ko'rsatib qo'yaman. Mos ravishda f5 va f6 funksiyamiz grafigi mana quyidagicha bo'ladi. Mana f5 funksiyamiz grafigi, mana bizda f6 funksiyamiz grafigi. Keyingi safar intervalni endi 9 qismga bo'lamiz. 16 qismga bo'lamiz. 16 qismga bo'lib chiqamiz. 8 qismga bo'lamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mana. Navbatdagi funksiyamiz esa mana bu f7 funksiyamiz, mana bu f7 funksiyamiz bo'ladi mana bu yerda. Va yana shunaqa surib boraveradi. Endi e'tibor bersak, mana bu fn funksiyal ketma-ketligi hozir qildik, mana grafikda ko'rsatdim, bizda fn funksiyal ketma-ketligi bor. Agar bitta x nuqtani olsak, mana x nuqtani bu yoqdan olsak, mana bu yoqda fx buni qiymati 1. Lekin bu yoqda ham misol uchun bu yoqda bittasini kichik bo'lgani uchun bu yoqda 0 qiymati oladi. f2 0, f1 1, f2 0, f3 0, f4 1, f5 0, f6 0, f7 0, f8 1. Demak, mana bu ifodamiz e'tibor beringlar. Har bitta x uchun fn x yoki 1 bo'lishi mumkin. X ko'p marta 1 qiymat oladi yoki 0 qiymat oladi. Ya'ni mana fn x qiymatni qarayotgan bo'lsak, buni qiymatlari x kub 0 yoki va 1 dan iborat bo'ladi. Bu nima degani? Bu degani mana bu ifodani sonli ketma-ketlikka qaraymiz. X kub marta 0, x kub marta 1 bo'lgani uchun yuqori limiti, bu ifodamiz yuqori limiti 1 bo'ladi. Quyi limiti esa bu 0 bo'ladi. Bu nima degani? Bu degani mana bu funksional ketma-ketligimiz hech qaysi nuqtada yaqinlashish emas degani. Mana bu hech qayerda yaqinlashmaydi, hech qaysi nuqtada yaqinlashmaydi. Umuman olganda mavjud emas. Lekin sezib turibmizki, bu 0 yaqinlashib qoladi, chunki mana bu 1 bo'lgan qiymatlari nima bo'ladi? Kamayib 0 ga intiladi. 0 ga intilish sezib turibmiz, lekin limiti yo'q. Mana shunday holatda bizga yaqinlashishni yangi turini aniqlash zarurati paydo bo'ladi.
Bu yaqinlashib turib o'lchov bo'yicha yaqinlash deyiladi. Keyin endi mana shu o'lchov bo'yicha yaqinlashga ta'rif beramiz. Ta'rif. Agar mana bu ifodani qaraymiz, mana shunday x lar to'plamini qaraymizki, fn x minus fx mana bu katta yoki teng epsilon bo'lsin. Shu shart bo'yicha x lar to'plamini qaraymiz. Agar mana shu ifodani limiti integralchilik limiti barcha epsilon uchun 0 ga teng bo'lsa, mana ixtiyoriy epsilon uchun mana shu ifodani limit 0 bo'lsa, u holda fn funksiyalar ketma-ketligi f funksiyaga y to'plamida mu o'lchov bo'yicha yaqinlashuvi deb aytiladi. O'lchov bo'yicha yaqinlashuv deyiladi. Bu degani hop, mana bu ayirmamiz epsilondan katta bo'ladigan joylari 0 ga intilib ketishini bildiradi. Geometrik jihatdan shunaqa tasavvur qilish mumkin. Masalan, mana bu joyda qarasak, mana bu fn x minus fx epsilon sifatida endi bizda masalan 0 dan 1 gacha bo'lgan har qanday sonni birdan katta son olsak bo'ladi, lekin 0 dan 1 gacha olsak bu holda 0 chiqadi. Agar birdan katta son oladigan bo'lsak, bu demak bu yoqda 1/2 chiqadi. Bu yoqda mana 1/2, bu yoqda 1/4, bu yoqda esa 1/8 va hokazo. Bu mana bu ifoda 0 ga intilib ketadi. Buni yaqinlashni biz o'lchov bo'yicha yaqinlash deb aytamiz. Endi bunga bitta misol ko'ramiz. Mana quyidagicha misol ko'ramiz. fn x quyidagicha aniqlangan funksiyalar ketma-ketligi bo'lsin. X ga teng bo'lsin agar x ma'lumotga tegishli bo'lmasa. Izosi n dan izosi n plus 1 gacha. Minus x deyman agar x izosi n dan izosi n plus 1 gacha oraliqqa tegishli bo'lsa va fx funksiya sifatida men x degan funksiyani olaman. Mana shu o'lchov bo'yicha yaqinlashadimi yo'qmi? Keyin shuni sizlar bilan tekshirib ko'ramiz. Endi funksiyani qaraydigan bo'lsak, mana qayerda qanaqa funksiya chiqadi? Mana bu yerda masalan izosi n degan qiymat bor. Bu yerda izosi n plus 1 degan qiymat bor. Hamma joyda x ga teng. Mana hamma joyda x ga teng, faqat bu yerda mana shu joydagina mana minus x degan qiymatni qabul qilar ekan. Mana shunaqa funksiya hosil bo'lgan. Bu shuni nima qaraymiz? Bu shuni mana ixtiyoriy epsilon uchun mana bu to'plamni ko'ramiz. Shunaqa x tegishli endi hamma joyda qaraymiz. Y to'plam sifatida endi bu misolda r ya'ni har xil to'plamni qaraymiz. Butun fazoda qaraymiz. Butun solar to'plamda qaraymiz. Mana bu to'plamni qarashimiz kerak. fn x minus fx ayirmamiz epsilondan katta bo'lgan nuqtalarni qarashimiz kerak. Xo'p, endi qaraymiz. Hamma joyda fn x fx ga teng. Faqat bitta mana bu joyda ikkalasi teng bo'lmay qolishi mumkin. Faqat shu yerda teng emas. Lekin bu yoqda epsilondan katta yoki kichik bo'lishi ikkinchi masala. Nima bo'lganda ham mana bu to'plamimiz qism yoki teng. Mana bu intervalga izosi n dan izosi n plus 1 ga. Endi epsilonga bog'liq. Epsilon agar mana bu masofadan katta bo'lsa, umuman teng bo'lmay qoladi, bundan katta bo'lsa teng qoladi. Nima bo'lganda ham bu to'plam bunga qism. Agar buni libik o'lchovini baholadigan bo'lsak, mana mu mana bu to'plam libik o'lchovini qaraymiz. fn minus f mana bu epsilondan kichik bo'ladigan libik o'lchovini qaraymiz. Bu kichikroq, ya'ni bu to'plam bundan kichikroq, shuning uchun libik o'lchovi ham bundan kichikroq bo'lishi kerak. Mu izosi n plus 1. Mana bu intervalda libik o'lchovdan kichik bo'ladi. Buni libik o'lchovi esa mana bunga teng. Izosi n plus 1 minus izosi n ga teng bo'ladi. Agar buni qo'shmasiga ko'paytirib bo'ladigan bo'lsak, suratda 1 qoladi, maxrajda esa izosi n plus 1 qo'shilgan izosi n qoladi. Buni endi n x ga intilgan limitni qarasak, bu endi n x ga intilgan paytda 0 ga intilib ketadi. Demak, mana bu to'plamning kattasi 0 ga intildi, demak buni ham limiti 0 ga intilish kelib chiqadi. Bundan kelib chiqadi. Mana bu ham mu shunday x tegishli erlarki fn x minus fx katta yoki epsilon mana to'plamning n x ga intilgan limit 0 ekan. Demak, mana bu
fn funksiyalar ketma-ketligi f funksiyaga mu o'lchov bo'yicha yaqinlashuvchi bo'lar ekan. Bu o'lchov bo'yicha yaqinlashishga misol edi. Endi o'lchov bo'yicha yaqinlashish bilan deyarli yaqinlashish o'rtasida qanday bog'lanish borligini ko'rib chiqamiz. Uchun ikkita muhim teorema bor. Shuni sizlarga keltirib o'taman. Libek teoremasini ko'rib chiqamiz. Ya'ni Libek teoremasini ko'ramiz. Faraz qilaylik, y chekli o'lchovli to'plam bo'lsin. Chekli o'lchovli. Va fn funksiyalar ketma-ketligi y to'plamda f funksiyaga deyarli yaqinlashsin. Y to'plamda f funksiyaga deyarli yaqinlashsin. Libek teoremasi aytadiki, u holda f funksiyalar ketma-ketligi y to'plamda o'lchov bo'yicha yaqinlashish bo'ladi. Ya'ni nima demoqchi? Ya'ni o'lchov bo'yicha yaqinlashish chekli to'plamlarda bu kattaroq sinf bo'lar ekan mana. Mu o'lchov bo'yicha yaqinlashish bu deyarli yaqinlashishdan ham kattaroq sinf ekan. Deyarli yaqinlashishdan kattaroq sinf bo'lar ekan. Bunga e'tibor berish kerak bo'lgan joyi y chekli o'lchovli to'plamda o'rinli. Lekin cheksiz o'lchovli to'plamda bu teorema o'rinli bo'lmaydi. Misol uchun mana buni misol keltirishimiz mumkin. Mana bu funksiyalar ketma-ketligiga qaraymiz. fn x bu teng bo'lsin y darajasi minus modul x minus n. Buni butun o'sha f fazada qaraymiz. Biz bilamizki mu r mana bu cheksiz. Sonlar to'plamini Libek o'lchov cheksiz chiqadi. Buni yaqinlashish ham yo'qni tekshirib ko'ramiz. Limit integralni cheksizlikka fn x qaraydigan bo'lsak, buni mana bunday yozishimiz mumkin. Limit integralni cheksizlikka 1 taqsim y darajasi mana x minus n deb yozishimiz mumkin bo'ladi. X o'zgarmasdan n cheksiz mana y darajasi cheksiz ketadi. Y cheksiz, ya'ni 1 bilan cheksiz, natijada 0 hosil bo'ladi. Demak, fn funksiyalar ketma-ketligi 0 ga yaqinlashar ekan. 0 ga yaqinlashadi. Xususan bu deyarli ham yaqinlashadi. Chunki yaqinlashmaydigan nuqtalarni to'plami o'sha 0 bo'ladi, uni Libek o'lchovi ham 0 bo'ladi. Shuning uchun bu deyarli ham 0 ga yaqinlashadi. Endi o'lchov bo'yicha yaqinlashuvchimi, yo'qmi? Hozir shuni tekshirib ko'ramiz. Bu uchun mana to'plam qilishimiz kerak. Shuni x tegishli erlarki fn x minus fx katta yo'qning epsilon degan to'plamni qaraymiz. O'rniga olib qo'yamiz, bu va y darajasi mana bunga teng, mana bu 0 ga teng. Nima qiladi? Yozamiz. Shuni x tegishli erlarki hop, buni o'rniga qo'yamiz. Mana y darajasi x minus n minus 0 kichik yo'qning epsilon. Hop, 0 ayiramiz. Buni o'zi bu nisbat o'zi chiqadi. Moduldan ming barobar to'g'rilashib kiritamiz katta yo'qning epsilon. Hop, qanday to'plam chiqadi hozir ko'ramiz. Shunaqa x tegishli erlarki y darajasi mana modul x minus n katta yo'qning epsilon degan to'plam qoladi. Mana bu tenglik uchun ikki tomon logaritmlashimiz kerak bo'ladi. Demak, logaritmlasak nima qiladi? Shunday x tegishli erlarki minus modul x minus n katta yo'qning ln epsilon qoladi. Ikkala tomonni agar minus 1 ko'paytiradigan bo'lsak, modul x minus n kichik yo'qning mana minus ln epsilon qoladi. Ya'ni mana bu tenglik qoldi. Shunday x tegishli erlarki modulda x minus n kichik yo'qning buni quyidagicha yozishimiz mumkin. ln 1 taqsim epsilon. Endi mana modul tenglikni ishlaymiz. Bu modul tenglikni ishlatgan bo'lsak, quyidagicha javob chiqadi. Hop. n minus ln 1 taqsim epsilondan kichik yo'qning x kichik yo'qning n qo'shilgan ln 1 taqsim epsilon. Mana bunday interval chiqadi. Ya'ni quyidagicha interval bo'lar ekan. n minus ln 1 taqsim epsilon n plus ln 1 taqsim epsilon. Faraz qilaylik, bu yerda epsilon birdan kichik son bo'lsin. Epsilon birdan kichik sonda faraz qilamiz. Xo'p, endi qaranglar, mana bu to'plam mana bunday to'plam chiqdi. Agar buni Libek o'lchovini topadigan bo'lsak, ya'ni shunday x tegishli erlarki fn minus f katta yo'qning epsilon.
Bu mana to'plamdagi o'lchovga teng bo'ladi. N minus ln 1 taqsim epsilon n plus ln 1 taqsim epsilon. Bu to'plamdagi o'lchovi esa ikkita ln 1 taqsim epsilon chiqadi. Endi qo'rqmas, bu ifodamiz nolga intilmaydi. Nolga intilmaydi. Demak, mana bu funksiyaning ketma-ketligimiz o'lchov bo'yicha yaqinlashuvchi emas ekan. Qaranglar, endi nima uchun o'lchov bo'yicha yaqinlashmaydi? Chunki biz chik to'plamda qaradik. Agar biz chikli o'lchovli to'plamda qaraganimizda edi, ya'ni mu ye chikli bo'lganda edi. U holda deyarli yaqinlashishdan o'lchov bo'yicha yaqinlashish kelib chiqqan bo'lar edi. Deyarli yaqinlashish bilan o'lchov bo'yicha yaqinlashish haqidagi yana bir muhim teoremamiz bor. Buni risk isbot qilgan, risk teoremasini ko'rib chiqamiz endi sizlar bilan. Faraz qilaylik, fn funksiyalar ketma-ketligi mu o'lchov bo'yicha yaqinlashsin. Mana. Ye chikli o'lchovli bo'lishi shart emas, ixtiyoriy bu yoqda. Risk mas bo'lgan, u holda shunday bitta qismiy ketma-ketlik borki, mana ng shunday bir qismiy ketma-ketlik topladiki, f ng mana bu qismiy ketma-ketlik f funksiyamizga deyarli yaqinlashuvchi bo'ladi. Ya'ni bu nima degani? O'lchov bo'yicha yaqinlashuvchi funksiyalar ketma-ketligidan shunday qismiy ketma-ketlik ajratib olish mumkinki, u ajratilgan qismiy ketma-ketligimiz f funksiyaga deyarli yaqinlashuvchi bo'ladi. Bu yerda masalada qarasak, mana bu yuqorida qaragan ketma-ketligimiz, bu yerda funksiya ketma-ketligimiz. Mana bu yerga qaradik sizlar bilan. Bu nolga yaqinlashmas edi. Lekin nolga deyarli yaqinlashardi. Lekin bundan shunday ketma-ketlik ajratib olishimiz mumkin. Mana buni ajratib olamiz. Mana bu f1. Ya'ni 0 1 taqsim 2 1. Mana bu f1 sifatida ajratib olamiz. Keyingisini mana buni ajratib olamiz. Mana bu 1 taqsim 4. Bu nechinchisi bo'lganda endi bizda f4 bo'lganda. Buni ajratib olamiz. Keyin 0 dan 1 taqsim 8 gacha bo'lgan ajratib olamiz. Mana bu. Agar mana shu qismni ketma-ketlik ajratib olsak, endi bu ketma-ketlik 0 ga deyarli yaqinlashuvchi bo'lib qoladi. Shunday qilib biz 4 ta yaqinlashishni o'rganib chiqdik. Chikli o'lchovli to'plamda mana tx yaqinlashish, bundan kelib chiqargan oddiy yaqinlashish, oddiy yaqinlashishdan kelib chiqargan deyarli yaqinlashish, deyarli yaqinlashishdan kelib chiqargan o'lchov bo'yicha yaqinlashish. Ya'ni o'lchov bo'yicha yaqinlashish eng kattasini ekanligi kelib chiqdi. Qachonki mu ye bu chikli bo'lganda. Agar mu ye cheksiz bo'lsa, mana bu 3 tasini ayta olishimiz mumkin. 3 tasini ayta olishimiz mumkin. Lekin baribir bular o'rtasidagi munosabat bor. Bular o'rtasidagi munosabat bor. Mana o'lchov bo'yicha yaqinlashishdan shunday bir qismiy ketma-ketlik borki, u deyarli yaqinlashadi. Deyarli yaqinlash bilan tx yaqinlash o'rtasidagi munosabatni, mana bu munosabatni bu Igor isbot qilgan. Demak, buni Igor isbot qilgan. Hop, mana bunga risk isbot qilgan. Mana risk teoremasi o'lchov bo'yicha yaqinlashdan deyarli yaqinlashga o'tadi. Deyarli yaqinlashishdan o'lchov bo'yicha yaqinlash haqida teoremani Levik isbot qilgan. Bundan bunga o'tishda esa qanday o'tish mumkinligini Igor isbotlagan. Bundan bunga o'tish esa avtomatik ravishda kelib chiqadi. Shunday qilib bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringlar uchun rahmat. Salomat bo'linglar.